Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli podpishchilar. Aziz do'stlar, mana bugun 12-dekabr inshaalloh. Anchadan beri video olganim yo'q. Chunki yo'nalish bitta bo'lib qolgani uchun qiziq bo'lmasligini bilib video olganim yo'q. Video olishimdan maqsad shu 14 kundan keyin mashinadan tushaman Opiskaga inshaalloh, xudo xolasa. Shuning uchun video olyapman. Kechqurun soat 2da kelgandim. Amsterdamdan, Niderlandiya Amsterdamdan Parijga kelgandim. Yuk tushirib, pauzaga turgandim. Hozir yana yuk berdi. Yana shu Amsterdamga, Niderlandiya. 14 kun ichida, 13 kun bo'laman. 14 kun ichida qancha video olaman bilmayman. Balkim 20 minutlik, balkim 30 minutlik, balkim 40 minutlik video bo'lar. Shu 14 kun ichida nima zadanalar, nima qilish kerak, hammasini ko'rsatib boraman inshaalloh, xudo xolasa. Soat 12-mart. 1dan 8 minut o'tganda yurishim kerak. Soat 1:30ga pogruska. Soat 12da 53 minut o'tyapti. 10 minutdan keyin yuraman Parijga yuk olishga. Mana ketdik inshaalloh yuk olishga. Aziz do'stlar, yana bitta 12 kilometrda, mana shu turgan joyimdan 12 kilometr yuk oladigan joy. Mana 12 kilometr. Ana shunaqa. Hozir 14 minutda borasan deyapti. Hozir yuramiz endi, xudo xolasa 5 minutdan keyin. Menga bugun ko'rsatamiz hozir. Menga bugun 13 soatlik beribdi. Bugun 13 soat ishlashim mumkin. Hozir bir bo'lsa, kechqurun 1gacha ishlashim mumkin. 1-2 gacha. Keyin 11 soat damayman ekan. Obshi beraman 148 46 soat qoldi. 38 soat yezamay qoldi. Keyin 45 soat dam olishim kerak mana. Shunaqa. Laden Georgi. Bitta rampasi bor. Hozir bitta rampasi bor. Hozir yuklab Amsterdam rampaga qo'yamiz, yuklab Amsterdamga ketamiz inshaalloh. Unda ham Zaynidaga bu bo'lsin, prama qo'yaveramiz bunda. Oldin yuklaganlik kelganman. Shuni bo'shadimi qo'yaveramiz. Ofisga dokument kerak emas, o'zlari biladi. Qo'yish.
qo'ydim. Endi boylar kirdimi ichkariga? Hech kim yo'q ekan. Hozir kutamiz, o'zlari chaqirmaguncha. Aziz do'stlar, hozir yuklab bo'ldi. Mana hozir plombalarni qo'yib. Aziz do'stlar, plombalarni qo'ydi. O'zim qulf osdim, chunki firma qulf osib qo'yinglar dedi. Mana shu. Mana qulf osildi. Pritsep ham yangi pritsep. Холодильник. Temperatura yo'q dedi. Kecha zapravka qilganman, rayka. Hozir endi do'stlar, mana hozir chiqib ketsam 12da 12da tushirishim kerak ekan men yukni. 12da 12da tushirsam mana xullas 479 kilometr ekan. 23da yetib borasan deyapti. Orada 45 minut tamasam o'sha vaqtida borar ekanman, xudo xolasa. Qani endi yo'lga chiqamiz inshaalloh, xudo xolasa. Ketdik. Mana yo'lga chiqamiz, xudo xolasa, inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'lga chiqib oldim. Xohlasa ketaman. O'tgan safarga yukim mana shu yerdan yuk olib 100 km yurganimda atmen bo'lib ketgandi. Yana qaytarib olib tushirgandim. Hozir endi bilmadim. Endi ketyapman. 480 km. Выполните разворот на дороге с круговым движением. Do'stlar, hozir Belgiyaga o'tdim. Hozir parkingga o'tib, stranani almashtiryapman. Mana shu Belgiyaga qaraydi bu parking. Shu parkingga kiraverishda shuna Belgiyaga o'tamiz. Bu parking shunaqangi to'xtab, strani almashtirib, nima deydi? Belgiyaga o'tkazib olish uchun, strani almashtirib olish uchun qilingan, ham ko'plar qoladi pauzaga. Mana shu yerdan o'tamizda to'g'ri chiqib Belgiya bilan Niderlandiyaga o'tamiz. Yana bitta narsa, Niderlandiyaga sotib olishimiz kerak, Venetga, Eurovenetga yo'l to'lovini qilishimiz kerak. Uni o'zimiz qilamiz. Hozir to'laymiz, xohlasa. Mana Niderlandiyaga o'tdik. Mana shunaqangi planshetda yozuv chiqadi, Niderlandiyaga o'tding degan. Qolgan mana shunaqangi mana yonida parking chiqadi, shunaqa planshetda yozuv chiqadi. Aytganimdek, mana shu tomojni degan, tekstira degan narsa yo'q. To'g'ri o'tib ketaveramiz. Aziz do'stlar, mana Niderlandiyaga Venetga sotib olamiz dedik. Juda esimdan chiqibdi ko'rsatish. Albatta sotib oldim, borib to'xtab yana ko'rsataman qaytadan. Qanaqa sotib olishini hozir borib xullas 136 kilometr qoldi. Anagacha, yuradigan joyimizgacha. Aziz do'stlar, mana bu tunnelga kirib boryapmiz. 1 kilometrlik tunnel deb yozib qo'yibdi. Mana tagi usti suv.
tunnelda tepasi suv, mana pastidan o'tib ketgan. Yerto'ladan. Готовьтесь Чай через 3 хотя бы. километра держаться левее. Потерян сигнал GPS. Через 3 километра. Do'stlar, men yetib keldim. Endi mana bir rampaga qo'ydim mana. O'zi odam zo'rg'a yuradi. Men zo'rg'a yuribman, mana qashayib. Bu tomonimda mashina mana. Bu tomon mana buni toshga. Qarang, buni toshga tiyadi hozir. Oraliqini qarang buni. Yana ozroq berla olishim kerak ekanda. Hozir olaman. Mana shu yerga qo'ydim rampaga. Voylar. Buni men qo'yaverardim. Buni mashinaga tiyib ketmasin dedim-da. Yomon qisqa ekan orasi. Kerak bo'lsa qara. Rampaga qo'ydim hozir. Endi tushirib boshlasa kerak endi. Voy bilan. Men Tanataga kelganman hozir. Aziz do'stlar, mana hozir yuk tushirib bo'ldim. Hozir parkingga kelib oldim. Nimagadir videoga olishlar esimdan chiqib ketib qolyapti. Mana platniy parking. Bir где-то 3 kilometr, mana yuk tushirgan joyimdan 3 kilometr chiqdim. Yaqindir. Mana platniy parking mana. Hamma joyda orqa tomonlarimda ham shunaqa. Orqada ham mana mashinalar bor. 1 2 3 4 qator ketadi. Tog'amda ham 1 soat vaqtim qoldi mana. 1 soat vaqtim qoldi tog'ada. 1 soat. Azizlar, hozir magazinga ketyaptim. Mana parking. Yonida yana qurilish ketyapti. Amsterdam, Gollandiya, Amsterdam. Shu yerga keldim mana parkingga. Parkingga keldim. Mana shuna vaqtda. Mana ko'ryapmi? Mana shuni mana shu yerga ko'rsatamiz. Mana endi ochiladi. Kiramiz. Mana shu to'g'ridagi mashina, oq mashina mendan. Taf. Azizlar, hozir yuk berdi menga. Shu hozir gide 4 kilometr, 5 kilometrdan yuk olib, balkim 10 kilometr az ko'rganim yo'q. Hozir berdi mana. Leipzigga ketar ekanmiz, Leipzigga. Mana shu yerdan adresni olib, mana Leipzigga ketar ekanmiz. Hozir endi simer kerakmi yo'qmi? Simer yozayotgandim mana. Simer yozish, qanaqa bo'ladi? Yuk olish, yuk tushirish. Birinchi yuk oladigan joyimiz, keyin yuk tushiradigan joyimiz, yukni tushiradigan joyimiz, keyin bu yerga ham yuk tushiradigan joyimiz. Mana buni pastdagini, mana ikkinchidagini buni 3 ga qo'yamiz. Keyin 4 ga birdagini tushiramiz. Birdagini qo'yamiz. Yuk tushiradigan joyimiz. Yuk olayotgan joyimiz 4 ga yoziladi. Bizda bir shunaqa aeroportda bilmayman, shunaqangi narsa yoziladi. Bu yerga pechat shtampel bosiladi. Keyin bu yerga mashinamiz nomeri yoziladi, pritsep nomeri yoziladi. Keyin bu yerda olish vaqtimiz, yukni oladi, tushiramiz. Shu vaqtlar qancha vaqtda yukladi, necha soat yuklab bo'ldi mana. Borgan vaqtimiz yoziladi, rampaga qo'yilgan vaqtimiz yoziladi, yuklab boshlagan vaqti yoziladi, chiqib ketayotgan vaqtimiz yoziladi. Shunaqa. Bu yerga hozir pechat bosamiz. Bu yerga pechat bosamiz. Mana pechat shtamp permanentga qo'yib. Mana pechat bosildi, keyin bu yerga bosamiz. Ana shu bosamiz. Ana shu tarzda 3 ta bo'ladi mana shu. 3 ta varaq bo'ladi. Birisiga yozdikmi, ikkinchiga o'tib qoladi. Ana pastiga ko'chmachi o'tadi. Ana bo'ldi. Shu ichalasiga bosgandan keyin endi bunga yuk nomeri yoziladi. Mana bunga yuk plik nomeri. Mana bu nomer yoziladi, mana yuk nomeri. Az shu yozaman, esimdan chiqibdi, az yozaman. Ana bo'ldi, endi shuni olib borib topshiramiz. Bo'ldi. Xudo ishimiz tayyor. Soat 6 da yuklar ekan, 5:30larda ketamiz-da, xudo xolasa. Nechida start yozibdi? Start biz
4 ta yozibdi startimiz deb. Buncha yozgan, erta yozgan. Xullas 4:30 5larda ketamiz, 5larda ketamiz. Uncha erta borib nima qilamiz? Bari vaqtida yuklaydi. Bo'ldi, xudo xolasa tayyor. Endi chiqib ketishga tayyormiz. Soat 5larda chiqib ketamiz. Mana o'sha vaqt bo'ldi, ketyapman. Mana 5 bo'ldi. Dedim, начало Niderlandiyada. Okey. Malada qo'yamiz. Tursin 3 minutma 4 minut tursin haydaymiz. Mana azizlar, to'lashga keldim. Mana buni bu yerga solamiz. 20 euro bo'ldi. Endi kartani uramiz. Chek chiqarib beradi. Chek chiqarib beradi, ketamiz. Aziz do'stlar, hozir ofisga kirdim. Ofis ichkarida ekan. Mana buni berdi menga hozir. Qachon jingillasa kirib kelasan mashina bilan dedi. Hozir parkingida kutib turibman endi mana shu yerda. Mana shu yerdan boramizda. Mana ham jiringlagan bo'lsa kerak, mana ketyapti. Mana shu yerda ichkarida yuklar ekanda. Ichkarida rampasi ekan. Nima zdaniyaning ichiga kirib borar ekanmiz. Hozir kutamiz endi jiringdashini. Mana aziz do'stlar, jiringdadi mana. Mana jiringyapti. Endi ketamiz. Rampa qo'ydim. Ichkari tarafga. Bu yerda qandaydir itlar bilan tekshirar ekan, qarang ko'chdan. Ko'rasiz, it olib yuribdi. Itlar bilan tekshiryapti. Aziz do'stlar, mana yo'lga chiqayapman. Yuklab bo'ldi hozir soat 7:45 minut o'tganda yuklab bo'ldi. Xolodilnik ekan, +5 ga qo'ydim. Endi yo'lga chiqamiz, xudo xolasa, takansa ketdik endi, xudo xolasa. Leipzigga, Germaniya Leipzig. Yuk tushirib bo'ldik hozir. Dixilga, Leipzigda shunaqangi dixil bor. Katta dixilda Leipzigda. Yuk tushirib bo'ldik hozir endi 45 soat davom etadi. Endi 45 soatlik dam olishga Leipzigdagi bazamizga 45 soat dam olishga boramiz, xudo xolasa. Mana ketdik. Mana shu dixil. Ketamiz endi, xudo xolasa. Ajoyib. Yuklash tushirish tugatildi. Bo'ldi, endi chiqib ketamiz, xudo xolasa. Mana shu 9 minutdan keyin 45 soat dam deb ko'rsatib qoldi mana. 9 minutdan keyin 45 soat dam olishim kerak. Mana shu oxirgacha ishlatdi lekin bular bora. Рабочий время ham tugagan mana. Рабочий время ham tugagan. Ezavoyim bor. Shuning evaziga ko'rsatib qoldi-da menga mana 45.
davom etyapman. Pritsepni uzdim. Mana 5 minut vaqtim qoldi. 5 minut. 45 soat dam olishim kerak. Endi hozir mana yopaman siralarni. Germaniya 5. Aziz do'stlar, mana endi pauzaga 45 soatlik pauzaga to'xtadi aziz do'stlar. Endi xudo xolasa 45 soat pauzadan keyin yana qayerga yuk bersa, xudo xolasa davom etkazamiz. Hozir kartani chiqarib qo'yaman, chunki ba'zida turibmizda biz ham bu ham bir. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana xudo xolasa bugun yuk berdi. Bugun 16-mart 16-17 martga o'tadigan kechasi. Hozir yuk berdi. Hannoverga. Tixeldan yuk tushirgan joyimizda yuk to'lamizda Hannoverga ketamiz. Bir ketadi 300 kilometrmi, shunaqa atrofda. Ko'p uzoq emas. Soat 5 da yuk tushirishimiz kerak. Mana biz ish vaqtimizni boshladik. 65 soatdan beri dam olyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Saat bana 15 dakika açmamız gerek ama 5'te düşürmemiz gerek. Hazır yüklenerek gideriz inşallah. Yani gittik. Hozir birdan nima deydi, anavi bo'ldi. Shuna pritsep to'lagandim. Pritsep ko'targich yorilib ketdi o'zidan. Anavi trubkasi ishlamadi, yorilib ketdi. Bang'illab. O'sha shakl hammasi turib anavi qoldi. Ko'rib qoldi hammasi. Endi bog'lamiz. Shuni ulagandim pritsepni. Orqasi ko'tarilib ketdi. Nima havo kiraverib, o'sha yerda avtomatik to'xtatilmaganda kerakli havoni olib, o'zi avtomatik to'xtardi. O'sha bang'illab ketdi, keraklidan ko'tarilib ketdi havo. Ko'ramiz, qani ko'rsataman borib yoniga. Mana ko'rsatmasam bo'lmasdi. Mana yorilib ketgan. Nargisi zo'r turibdi. Ana bunisi bang'illab ketdi oldi. Mana shu pritsep do'lashim kerak edi. Mana shu pritsep do'lashim kerak. Yana nima bo'ldi? Xarob. Tushyapti dafasi. Mashina ko'zi ko'rinyaptimi? Ko'zi. Aziz do'stlar, hozir menga yuklab boshqa pritsep olib berdi. Yuklangan holatda olib berdi menga. U pritsepni nemis olib ketyapti. O'yla ketyapti. Nima tormoz bosyapti, nima zadna qilib yotibdi, bilmayman nima qilyapti. O'zi u pritsep servisga olib ketyapti, menga yuklab olib berdi. Endi men Hannoverga, yana shu Hannoverga ketyapman. Xudo xolasa. Endi sog'-salomat borib tushib olishga nasib qilsa, xudo xolasa. Mana ketdik bo'lmasa endi. Aziz do'stlar, mana yukni tushirib bo'ldim. Yukni tushirib hozir parkingga keldim. Shuni borishim bilan o'zi kutib oldi, nima deydi? Rampani berib, srazu tushirib deb zararmi bilmadim. Hozir kelib shuni to'xtadim pauzaga. Yana kechqurun soat 5 ga xuddi shu joydan yuk tushirgan joyimdan yuk olib, yuk olgan joyimga olib borib yukni tushiraman, xudo xolasa.
Shu Xanaviyadan yuk olib, Lejga ketaman yana. Leipzigga, Lej, Brussel, Leipzigga boraman xudo xolasa. Qani endi kechgacha xudo xolasa damoymiz endi. Aziz do'stlar, mana yuk berdi degandim, u atmen bo'lib ketdi. U boshqa joyga yuk berdi mana. Mana atmen bo'ldi unisi. Hozir mana bu 20 bo'lsa 10 minutdan keyin yuramiz. Borib 6 da yuk olamizda. Soat 1 da Stuttgartga yuk tushiramiz. Media Marketdan yuk olar ekanmiz. Menimcha televizorlar shunaqa narsalar yuklasak kerak edi. Media Marketdan yuk olar ekanmiz. Hozir 10 minutdan keyin yuramiz xudo xolasa. Men bitta smer yozib olsam, inshaalloh. Ana ketdik inshaalloh, ketamiz. Men kelmaymiz do'stlar mana. Parkingga qo'yib, mana yerda registratsiyadan o'tishimiz kerak. Parkingga qo'yib. Hozir bunaqasiga o'tib, kiramiz ichkariga mana shu bazaga. Yuklab bo'ldi, hozir chiqib ketyapman xudo xolasa. Soat 6:30 da chiqib ketyapman. 7:30 ga xudo xolasa. Endi yuk tushirgani. Bitta chiroq bilan ketyapman. Chiroq kuyib qoldi. Damisi ham, bilishingisi ham kuyib qoldi. Nima bo'lyapti tushunmayapman. Bitta chiroq bilan ketyapman. O'ng tomonda chap taraf kuyib qoldi. Chiroq bor. Rosta almashtiray desa ключ yo'q. Hozir borib magazinga kirib sotib olamiz endi, ilojimiz yo'q. Ключdan sotib olamiz hozir endi. Bitta chiroq bilan ketyapman, bitta chiroq. Tanlayim ketdi. Do'stlar, mana shu yerda ochilar ekan. Mana shuni qopqog'ini olib hozir almashtirdim. Mana shuni sotib oldim hozir 10 euroga. Endi almashtirdim. Lampochka bor ekan o'zimda. Hozir qatirib bo'lib yo'l davom etamiz. Do'stlar, almashtirdim endi. Kechiringlar. Endi yo'lga davom etamiz. Biz kechikyapmiz yo'lga. Yukka. Hozir mashina harakat qilmayapti. Mashinalar shunda to'xtab qolgan yo'lda. Yo'ldan orqada ham ancha mashina turibdi. Soat 2 bo'ldi kechasi. 17 kilometr qolgan. Plus mashinalar harakat qilgani yo'q. Mashinalar shunda to'xtab qoldi. Anchadan beri 20 minut bo'ldi mana shu yerda turibman. Mashinalar yurgani ham yo'q, harakat ham yo'q. Bilmayman, ikki tomon bo'sh. Birorta mashina o'tgani yo'q. Faqat yengil mashinalar o'tib ketyapti. Lokomotivlar o'tib ketyapti. Bo'rolar turibdi. Mana ikkinchi qator ham to'ldi o'sha, to'ldi. Ikkinchi qator ham to'lyapti. Ikkinchi qator ham to'ldi o'sha. Sekin bo'lib, endi bilmadim. Nima bo'lgan oldida avariya bo'lganmi, unisi bilmadim. Yo'llarga ketib qo'yapti mashina, qarama-qarshi, bir qarasa bu yerdan keladi, bir qarasa ketadi. O'ynab o'sha bilmayman oldida. Mana hozir ochilib, yo'llar ochildi. 2 soatlar, 2,5 soat qolib ketdi. Yurmadi mashinalar. Mana endi ochildi.
Mana shu tunnelda ichida nimadir bo'lganmi deymanda. Politsiyalar turibdi yerda. Yukni hozir tushirib bo'ldim. Hozir 1 soat vaqtim qoldi. Точно. Parkingga borib joylashib olishim kerak 1 soat ichida qolsa. Yetdik. Assalomu alaykum do'stlar. Hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana hozir 9 soatligimiz chiqishi bilan yuk berdi. Hozir bizda yana Strasburg, Fransiya Strasburgga yurar ekanmiz. Ketish oldi bilan juda ishlatib qo'yay deyaptimi bilmayman. Уже 8 soat 52 minutdan beri turibman. Уже mana 15 minut o'tkazib yurasan deyapti hozir. O'zi deyapti, pauzadan chiqish bilan yur deyapti. Men aytdim, endi o'z vaqtida yuraman deb. Strasburgga yo'l olamiz inshaalloh, xudo xolasa. Fransiya ketdi, Fransiya kirgansi bilan 20 kilometrdan yuk olib Strasburg, keyin yana Frankfurtga yuk tushiramiz, xudo xolasa. Soat 6da yuklashimiz kerak, 22da tushirishimiz kerak. Juda yaqinda rost. Bo'pti endi hozir Frankfurtga yaxshi bo'ladi. Frankfurtga borib o'shada pauza qilib qayerga yuk bersa, xudo xolasa. Mana to'g'risi qo'shamiz yo'lga chiqib. Aziz do'stlar, mana yo'lga ham chiqib oldim. 173 kilometr ekan, 175 kilometr ekan. 175 bo'lsa 3 kilometr yurdim mana. Mana avtomonda ketyapman. Shunda yo'lda zapravka qilmasam, mana zapravkam o'sha qizil yonida. Zapravka qizil yonida. Hozir yo'lda kirib zapravka qilib olib, keyin dalshi davom etkazamiz, xudo xolasa yo'lda. Zapravka qilmasak o'sha qizil yonib qoldi datchik. Mana shu ko'pri Fransiya bilan Germaniyani bog'lab turadigan ko'pri mana shu. Mana shu chizib turibdi, qora chizib mana shu. Hozir yurib ketaveramiz mana. Satib ketaman. Do'stlar, 400 metr qoldi. 400 metr пересечение границы на Монт-Мирафикле. Mana. Mana Fransiyaga. Mana shu Fransiyaga o'tdik. Сейчас пересечение границы на Монт-Мирафикле. Mana Fransiyaga o'tdik. Bu yoq Fransiya, xudo xolasa. Aziz do'stlar, yukni tushirdim. Yukni tushirib bo'lib, arada yo'lda dispetcherlar garang qilib, "Sen nimaga kech qolding, nima qilding?" deb garang qildi ozroq dispetcherlar, shunaqa ham bo'lib turadi. Bir marta, ikki marta emas, uni o'rganib qolganmiz o'sha narsaga. Sal kechiksak, nimaga kech bording? Nimaga kech boryapsan? Nimaga ogohlantirmading? Probkada qolib ketdim desa ham tushunmaydi-da. Hozir yukni tushirdim. Hozir emas, shu 1 soatlar bo'ldi. Yukni tushirib bo'lib, bazaga bordim, zapravka qildim. Zapravka qilib, mana shu Frankfurtda qoldim. Frankfurt aeroport ichida pullik parkingda qoldim. Ertaga yana yuk bor dedi. Germaniyaning o'ziga dedi. Hal tashlagani yo'q planshetga. U noaniq deganligi uchun hal tashlagani yerdan o'tiram, tashlab beraman dedi. Endi ertalab ko'ramiz, 9 soatga chiqqanda qayerga yuk berar ekan. Hali endi xudo xolasa damaymiz. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, kecha kelib yukni tushirib pauzaga kelgandim. Hozir yana 12 soat damdan keyin yana yuk berdi. Hozir Lufthansadan yuklaymiz. Frankfurt Lufthansadan yuklab, anaviga ketamiz. Düsseldorf. Bu ham Germaniya. Ikkita joyga tushar ekanda, xullas. Ikkita joyga. Orasi 70-80 kilometr farq qiladimi deb o'zimcha unaqa qildim. Hali ko'ramiz. Bunday qilib hozir endi qani yuk Lufthansaga yuk olammi? Olishga ketamiz inshaalloh, xudo xolasa. Keyin undan keyin yana zadaniya berdi, borib pauza qilamiz Kolinda. Kolinga bizga borib pauza qilib, keyin ertaga kechqurun yuk bergan.
xudo xolasa. Qani ketdik, endi ketamiz inshaalloh. İkide yük uçuruş yaptığımda lekin bitta bilan berdi. Yana ikkita yük uçuruş dedi. Ikkita vigorska dedi. Lekin ikkita koridor. Bittadan chiqadi. Endi ko'ramiz da. Ana smer bersinchi bular. Shunga qarab aytamiz, kim bilamiz. Azizlar, hozir yuklar dokumentlarni olib, endi yo'lga chiqdim, xudo xolasa. Vigorska bitta degan, lekin bitta smer, bitta blanba berdi. Endi borsak, yukni tushirib olsa, yukni tushiradi. Keyin shunga qarab aniqlaymiz. Agar hammasini tushirib olsa, o'sha bitta vigorska bo'ladi. Borib nima deydi? Bir xil yuklar bor, ikkita joyga tushiradigan kerak. Ikkita joyga yukni tushirishimiz kerak bo'lsa, qaytadan ular nima deydi? Hech narsa bermasa ham birinchi vigorskaga borsak, ikkinchi vigorskaning dokumentini beradi-da. Birinchi vigorskaga borgan joyimizda ikkinchi vigorskaning dokumentini shu birinchi vigorskada olamiz. Hozir yana ana shunaqa bo'lib qolmasa, bitta bilan bitta smer berdi. Endi ko'ramiz. Boraylikchi ketyapman endi. Kelib tushirdim yukni. O'zi 3 soatlar vaqt ketdi. Yukni tushirib, ikkinchi vigorska deganimga mana buni yuklab berdi. Ikkinchi vigorskaga. Ikkinchi yuk tushirishimga. Uni yukni tushirib oldida, buni yuklab, endi buni Düsseldorfga olib boramanmi, buni bilmayman, adresi yo'q. Mana shuni yukladi xolos. Endi buni bu xolos bu ustida karabka turadi rolik. Ana shunaqa narsa. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, kecha ikkinchi yuk degandimmi? Ikkita yuk degandim. Kecha yuk tushirgan joyimdan yana yuklab berdi. Yana yuklab berib,
aytganda qaytadan dokumentlar berib, ikkinchi Vigurskaga kelgandim. O'sha uspet qila olmadim. Juda kech yukladi. Yopilib qolgan keyin kelsam ofis. Shu bilan pauza qildim-da, hozir rampa berdi, hozir rampa qo'yapman. U menga soat kechasi 2 da Dexelga rampa qo'yib pauza degandi. Endi unga bilmayman, ular admin bo'ldimi, lekin planshetda turibdi hammasi. Hammasi turibdi. Bilmadim nima bo'lsa endi hozir rampa qo'yaylikchi. Aziz do'stlar, u yukni tushirdim. Keyin menga shu Dexelga bor dedi. Mana shu Dexelga keldim-da, mana olimda mana Dexel turibdi. Prisebe mana shu tomonda. Mana shu tomonda. Shu rampaga uzdim. Rampaga uzib, prisebdi. Men chiqib pauzaga turib 11 soatlik pauzaga turdim deb yozdim-da, telefon qilyapti, o'zi 11 soatda deyapti, 8 da yopiladi deyapti, ola olmaysan priseb deyapti. Xullas, senga boshqa ish bor. Uni u prisebni boshqa odam olib ketadi. Sen boshqa zadaniya bajarasan deb menga hozir Parijga, Fransiyaga yuk berdi. Kolin Dexeldan. Tashlagan yo'q. Prisebni raqamini tashlayman dedi menga. Shu tashlagani yo'q. Hozir tashlasa, keyin shu qarab ish qilamiz. Do'stlar, aytganimdek rampaga qo'ydim. Bu tomonga mashinaning yoniga prisebni uzib, yoniga qo'ydim, Dexel yoniga. Hozir o'sha produktda tugagan edi. O'sha 3 kun qolgan bo'lsa ham tushishimga produktda tugagan edi. Shu mana shu prisebga produktni qilib oldim. Hozir bir tabiat qo'ynida o'tiribman-da, xudo xolasa. Qarag'angi qushlarni sayrashi. Mana bu yerda ayol kishilar sport bilan shug'ullanyapti. Mana tabiatni qo'ynab. Shu yerda o'tiradigan, mana shu yerda Germaniyada bir shunisi zo'rda, o'rmonlarning ichiga ham skameykalar qo'yib qo'yibdi. O'tirib qushlarni sayragani eshitilyaptimi? Mashina где-то bir 800 metrmi 900 metr qolganda, shu 1 kilometr mana shu tomonda. Bu tomon Kolin. Men hozir nima Kolindaman. Germaniya Kolin. Yuk berdi. Kolin aeroportdan Parijga yuk berdi. Parij, Fransiya, Parij, FedExga. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, hozir uxlab sirasi turgandan nima deydi, soat 2 da yurishim kerak edi. O'zi tursam, o'sha vaqt bo'lib qolibdi, sirasi turib yurdim kechikmayin deb, Xudoga shukr uspet qildim. Va bir aytgan vaqtiga yetib keldim, Xudoga shukr. Prisebni 40 kilometrda, 47 kilometrdan oldimda 27 kilometrga keyin aeroportga keldim.
hozir yuklab bo'ldi. Kelasizlar shu registratsiya bilet ko'lin hamma tomonni tekshiradi. Hozir hamma tomonini qildi, hozir joylashtirib bo'ldim. Inshaalloh endi mana Parijga qarab 479 kilometr. 479 kilometrga ketamiz inshaalloh xudo xolasa. Fransiya Parijga. Yukimiz Ader yuk, Open Ader dedi. Endi Aderda ochdim. Ader yukni ochdim. Endi xudo xolasa ketamiz inshaalloh. Hozir bizni kelatda sariq migalkada bizni kuzatib tashqariga chiqarib qo'yadi. Ana shunaqangi joydan beri juda qattiq tekshiradi. Hozir kutamiz endi kelishini. 5 minutlarda keladi. Уже mana kelyapti. Menimcha. Yo'q, bu emas ekan. Ochilgan. Endi ketamiz inshaalloh. Azizlar, mana Fransiyaga o'tdik. Xudo 198 kilometr qoldi, xudo xolasa manzilgacha. Men do'stlar, FedExga yetib keldim. Bunaqangi qog'oz beradi. FedExga yetib keldimda hozir vaqtim ham eng qizig'i 1 soat mana 40 minutdan berma 50 minutdan beri turibman mana shu yerda. 1 soat 14 minut vaqtim qoldi. 1 soat 14 minut vaqtim qoldi. Ofis vaqtim 1 soat 14 minut. Tushirib bo'laman ekan shungacha. Endi ko'ramiz. Endi shoxdorsa 1 soat vaqtim qoldi. Tushirib tashlaydi aka, tezroq tushirsa qo'y. Ko'ramiz endi qani, xohlasa. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli tomoshabinlar. Aziz do'stlar, mana bugun 22 mart, inshaalloh tushimga 2 kun qolganda nari shuna qildik. Dahodan aziz do'stlar, hozir FedExda qoldim deb, FedExda vaqtim yetmayapti deb aytganda shu video ololmaganman, shu bilan qolganman, FedExda qoldim. Vaqtim 30 minut qolganda shu yerga uzib tashlab pritsepni deb FedExda o'zi aytdi. Shuni uzdim, pritsepni uzdimda pauzaga borib turaver dedi. Pauzaga turdim. Pauzada turganimdan keyin bir 2 soatdan keyin qarasam, o'sha pritsepni yukini tushirib chiqqan. Endi dispetcherga tushirib chiqibdi yukini desam, kim tushirdi dedi-da. Kim tushirdi deb aytadi-da. Bilmasam desam, sen bilishing kerak dedi. Men pauzadaman desam ham sen bilishing kerak dedi.
Men borib so'radim FedExdan kim tushirib chiqdi desam, biz tushirib chiqdik yukni dedi. Keyin aytsam, ha yaxshi dedi. Shu yerda 24 pauzaga qolasan deb aytmadi. Xullas nima bo'ldi? Shu ertalab 1 soat vaqtim qolganda mana. O'sha 1 soat ham qolmaganda mana. O'sha 1 soat vaqt qolganda, 24 turishimga 20 minutdan keyin o'sha 24tim chiqadi-da. 20 minutdan keyin 24tim chiqadi. 24tim chiqadi. Shunga boshqa joyga kelib oldim endi. Narshina bo'lsa ham chipkatdan chiqarib, shu narshina bilan keldim xullas. Mana shu yerga kelib oldim. Mana shu yerda, shu yerda FedEx bor. Mana shu Kurgovaydan to'g'ri o'tib ketsam FedEx turibdi. Shuning yoniga kelib, endi 45 ta chiqarib, 24 ta chiqarib keyin yuramanda. Hozir yuk bergan, xullas soat 7 ga yuk berganda. Mana soat 19 bo'lsa 6 7 ga yuk bergan. Hozir endi soat 3 bo'ldi. 3 bo'lsa 4 soatdan keyin o'sha yukka borishim kerak. Bu yerda endi turaman ancha. Shu yukni olish bilan 1-2 soat oldin boraman-da. Yuklab Frankfurtga ketamiz. Endi balkim Frankfurtga yuk berdi, menimcha shu tushiradi-da ertaga. Mayli, qachon tushirsa ham xullas bitta narshina bor-da. Endi boshqa ilojim yo'q edi. Chiq deb turib oldi. Endi shu yerda kutib 1-2 soatlar shu yerda turaman-da. Soat 4larda o'sha yoqqa boraman-da. 4:16larda boraman. Yo'q, 16 shu 2 soat qolganda boraman-da. 1,5 soat, 2 soat qolganda yukka. Aziz do'stlar, endi ilojim yo'q. Mana yurdim. Soat 6 bo'lyapti. 18:06 bo'lyapti. Hozir 1 soatdan keyin yuk olamiz. Endi boraman, ilojim yo'q. Mana yomg'ir ham yog'ib boshladi. Inshaalloh. Yomg'ir ham quyapti, qap-qora bo'lib keldi. Endi yuraman endi inshaalloh. Aziz do'stlar, mana hozir yuklab bo'ldi. Endi yo'lga chiqyapman. Bu ham juda uzoq vaqtda yuklab berdi. Soat 6 da kelgan bo'lsa, mana 9:10 da chiqib ketyapman mana. 4 soat deganda yuklab berdi. Endi ikkita yuk tushirar ekan. Ikkita joyga yuk tushirar ekan. Ikkita joyga. Bittasi Shisport, keyingisi DHL. Hozir xudo xolasa yo'lga chiqamiz endi inshaalloh. Ketdik. Do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari, aziz do'stlar, mana bugun ertalab yukni olib keldim. Bitta Sportga yukni tushirdim. Bittasini tushirdim. Endi Sportdan tushirgan joyimdan u yangitdan blomba berish kerak, chunki u yukni tushirgandan keyin yana blomba berib, blombalab qo'yish kerak-da. Qog'oz berib. O'sha narsani qilmadi-da, men aytdim, bermadi. Keyin DHLga bordim yuk tushirishga. Keyin u aytayaptiki, borib Sportdan pechat bostirib ketyapti. Sportga yana qaytib kelsam, u pechat bosib bermayapti. Ashtu yurdimda firma telefon qilib, nima qilay desam, kutib tur dedi. Shu bilan 1 soatlar kutdim. Vaqtim 20 minut qolganda mana shu parkingga kelib, har doimgidek Frankfurtda platniy parkingga kelib, yukni pritsep uzdim. Endi xudo xolasa pritsep mominiga o'zgandim. Olib ketibdi. Endi ammo shu yerda o'zgandim mana. Yo'limga. Hozir pritsep yo'q, olib ketibdi. Endi yukni tushirganmi, bilmayman.
Xullas endi men ana tayyorgarlik ko'ryapman. Baribir mashinani bombaliklar tozalab, hamma tomonda tozalab qo'ying. Baribir bugun bo'lmasam ertaga tushishi mumkin-da mashinadan. Yoki biron yaqinroq joyga yuk berib, olib borib, yukni tushirib, yana qaytarib Frankfurtga olib keltiradi-da, keyin mashinani topshirishim mumkin. Baribir mashinani tozalab qo'ysam, o'zimga yaxshi, keyingi odamga ham yaxshi olishga. Bo'lmasa ish taraf qilaman deydi, boshqa deydi. Xullas mana hozir hamma narsani sumkaga solib, chiroylab qo'yaman endi mashinani xudo xolasa. Keyin yoki bugun yo ertadan, bugun bo'lmasa erta mashinani topshirishim kerak, yo ertadan keyinmi? Ertadan keyinlar bilmadim. Ertadan kechgami mashinani topshiramanmi? Xudo xolasa qani? Ko'ramiz. Mashinani tozalayib, birinchi shu bombalikni ichini tozalab, keyin mana shunga inspektor va shunga joylaymiz mashinani. Mana shu qayr kodni skaner qilamiz-da, topshirishni bosib, men buning ichini xolodilniklarni hammasini mashina oldidan biz skameykalarni hammasini tozalab, rasmga joylaymiz. Keyin bo'ldi, xudo xolasa. Qani? Ketdik. Aziz do'stlar, mana qo'ldan kelgancha tozaladim. Bo'ldim tozalab. Tozalab bo'lganmi? Endi chala-yu. Qo'ldan kelgancha. Qo'yim etganlarni tozaladim. Oynalar qolib ketdi. Oynalar mana bokovoylar, oq oynalar. Tamam. Endi qo'ldan kelgancha ba'zi misollarni tashlayman. Bu yoqlarga tegmay, o'sha balonlar sirov kelgan, almashtirish kerak buni. Mana yerda buni qolib ketibdi. Buni otib berish kerak misirga. Misirga tashlab kelaymi bularni? Bo'ldi. Narsalar yig'ishtiramiz. Aziz do'stlar, menga hozir mana 5,5 ga yuk berdi. Bu yukda ham nima qilaman? Shunday borib pritsepni olamanda yuklab, borib bazaga uzaman. Narigi burchaga ketar ekan. Shvetsariyaga ketar ekan xullas bu yuk. Hozir mana 5,5 da yuklab 7 da pritsep uzib qo'yishim kerak men bazaga. Hozir endi xudo xolasa ketaman, borib pritsepni olib, keyin bazaga uzamiz, keyin bilmam mashinani tozaladingmi, ben ko'ramiz qani. Hozir bor 7 kilometrdan borib yukni olaman. Endi yo'lga chiqamiz. Do'stlar, keldim. Hozir pritsepni mana taqdim, hozir ko'rsataman. Baribir bir aylanib chiqishimiz kerak. Shuni ham bir ko'rsataman pritsepni. Menda buni sukib qoldi bu tomoni. O'sha mencha eskirdi-da. O'tgan safar bu tomonni almashtirgan. Endi bo'yna bu tomoni kuyib qoldi. Hozir buni yuklab bo'lgandan keyin bazaga borib almashtiramiz-da. Bo'lmasa kech oldi bilan shu tarafga solib qo'yadi. Tomona sıkmayız, bu tomona yürüyüş qiyin. Videoga olib yürüyüş qiyin, yursa bo'ladi.
o'sha bo'ldi. Endi boramiz endi. To 25-36 ming fazaga yüklab bunu bazaga uzishimiz kerak. Kecha muz ko'p bo'lib ketganda mana bugun ona qo'yaman. Suv bo'lib ketdi mana. Muzini qalay o'chirib qo'ygandim, muz bo'lib ketdi. Endi shuni suvni olishim kerak-da. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir yüklab keldim. Reseptni uzdim bazaga. Bazaga o'tib kelsam orqamdan mexanik kelyapti. Nima deydi? Mana shu yerda servis qilib yuradigan, mashinalarni kontrol qilib yuradigan. Hozir kelib problem dedi. Qanday problem dedim. Hamma kalsani almashtiramiz dedi. Endi ketish oldi bilan shunday qilasan dedim. Oldinroq qilsang bo'lmaymi dedim. Hozir mashinani endi mana anaga olib boryapman. Kolsa ana almashtirishga. Shini almashtirishga. Mana do'stlar almashtiryapti. Endi hamma balonni almashtiryapti. 6 ta balonni almashtiryapti. Bu orqani almashtirib bo'ldi. Endi oldin almashtiryapti. Aziz do'stlar, xudo xolasa dispetcher telefon qildi. Ertaga ertalabdan tushasan mashinaga Polshaga kelasan dedi. Xudo xolasa ertalab tushamiz mashinadan. Hozir mashinani tozalab samkaga solib, uni mashinani tozalab xolodilnik. Aslida xolodilnik xonajoylar zo'r. Buni olamiz. Ertalab sumka solamizda. Xonajoylar yaxshi. Do'stlar, endi xudo xolasa ertalab yo'lga chiqib ketamiz endi Polshaga. Bugun oxirgi ish kunim. Bugun oxirgi ish kunim bo'ldi. Ertadan xudo xolasa ketamiz inshaalloh. Aziz do'stlar, mana kartani ham chiqarib oldim. Mana shuni bosib tursa chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma nachib karta. Endi sen bilan tahob ko'rishguncha. Do'stlar, biz ketyapmiz. Xudo xolasa yo'ldamiz. Kechasi bus keldi, soat 4 da keldi, 3 dami keldi. Shu keldi, biz almashib yo'lga chiqib ketdik.